Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda biza front-end uchun qilingan saytimizni Netlify platformasiga, Netlify saytiga qo'yishni o'rganamiz. Demak, biza bu o'zi nima, qanaqa sayt deydigan bo'lsangiz, bu bizani saytimizni lokalda emas, globalda ishlashi uchun yordam beradi. Netlify deb qidiramiz birinchi. Xo'p, Netlify deb yozsak, mana bu sayt chiqadi bizga. Bu yerda login bor va sign up bor. Siz ro'yxatdan o'tishingiz kerak, ya'ni sign up qilishingiz kerak. Agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, aniq ro'yxatdan o'tmagan bo'lasiz. Xo'p, sign up qilganingizda to'g'ridan-to'g'ri kirib ketishi ham mumkin meniki hozir, lekin to'g'ridan-to'g'ri kirmadi. Xo'p, GitHub bilan ro'yxatdan o'taylikmi, GitLab bilanmi yoki Bitbucket bilanmi degan tugmalar chiqyapti bizda. Bizda yo'q. Agar GitHubimiz bo'lsa, GitHub bilan ro'yxatdan o'tamiz. Agar bo'lmasa, biza email bilan sign up with email ni bosib, email bilan ro'yxatdan o'tamiz. Bu yerda xo'p, yozganimizda email so'raydi bizdan va password so'raydi. Menda o'zi bor. O'shaning uchun login qilaman. Bu juda ham oson. Birinchi email kiritamiz, keyin o'zimiz password belgilaymiz va sign up qilganimizda bizani email pochtamizga kod yuboradi, tasdiqlash verification kodini, link yuboradi. Keyin o'sha link ustiga bosgan holda biz ro'yxatdan o'tishda davom etamiz. Buni hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Xo'p, login qilamiz. Men login qildim va login qilib saytga kiryapman. Sayt kirdi, ochildi. Bu meni proyektlarim, qilgan kichik proyektlar, front-endni o'rganishni boshlaganda qilingan. Xo'p, bu yerda endi proyekt deb chiqib turibdi, proyektlar. Bu ham shunaqa dashbord. Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, add new project deb turibdi. Biz bunga yangi proyekt qo'shishimiz kerak. Biz proyektimizni mana bu yerda Zagruski papkasida, Zagruskining ichida mana bu proyektni tayyorlab turibmiz, shuni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun add new project qilamiz. Import an existing project, start from a template, deploy manually deyapti. Bor proyektni import qilish yoki noldan template qurib chiqish Netlify'ning o'zida yoki qo'lda, ya'ni qo'lda deploy qilish degan narsa. Mana shu deploy manualni bosamiz, bizda drag and drop chiqib keladi. Bu nima? Bu prosta biza loyihamizni papkasini shu yerga tashlab qo'ysak bo'ldi. Browse to upload ni bosamiz. Xo'p, bunda bizani papkalarimiz chiqadi. Bundan biza loyihamiz turgan joyga boramiz. Ya'ni meningda hozir Zagruski papkasida turibdi, Lossless VPN. Mana shuni o'zini tanlayman, Zagruzit qilaman. Bu yerda Zagruzitga ruxsat so'rayapti. Zagruzit bo'lsin. Uploading bo'lyapti. Ozgina kutib turamiz. Upload bo'ldi. Publish deploy for Lighter mana shu nom bilan deploy bo'ldi deyapti. Xo'p, mana bu yerda bizga info beryapti, ya'ni information complete deyapti. Bizda bo'ldi. Endi mana bu preview, ya'ni ko'rish. Previewni bosganimizda bizda mana saytimizga chiqadi. Endi bu linkni olib, istalgancha do'stlaringizga, o'zingiz qilgan ishingizni ko'rsatmoqchi bo'lgan odamlarga yuborib, bemalol ko'rsatsangiz bo'ladi. Telefonda ochiladimi yoki kompyuterda ochiladimi? Ikkalasida ham ochilib, brauzerda ochilib ishlayveradi. Internet orqali albatta. Xuddi shu narsani ko'rsatmoqchi edim. Xo'sh, bu yerda ko'rsatib ketay yana birato'la. Xuddinga o'tsak, bu yerda meni proyektlarim chiqadi. Masalan, bitta proyektni adashib yuklab qo'ydik yoki tayyor emas narsani yuklab qo'ydik, mana bunga o'xshab. Yoki qanaqadir xato yuklab qo'ydik, o'sha narsani o'chirishni ko'ramiz. Demak, masalan, mana buni o'chirmoqchimiz. Buni ustiga bosamiz. Bosganimizda xo'p, bizga chiqdi. Demak, project configuration
ya'ni proyektni konfiguratsiyasi. Bunga kirganimizda mana shunaqa ma'lumotlar chiqadi proyektimiz haqida. Project information, name, egasi, idsi, created, yaratilgan 2022-yil 18-noyabrda yaratilgan ekan. Xo'p, shunaqa narsalar. Masalan, mana bu yerdan change project name deyapti. Proyektimizning nomini o'zgartirishimiz mumkin ekan. Shundan oxiriga tushsak, udalить degan narsasi bo'lishi kerak. Project availability, ya'ni mana shu ya'ni mavjudligi. Buni disable qilib qo'ysa, bu disable bo'ladi, ko'rinmaydi. Bu yerda delete project deyapti. Delete qilib yuborsak, o'chib ketadi bizdan. Once you delete a project, there is no going back. Ya'ni aytibdiki, bir marta o'chirib yuborsang, qaytadan qaytara olmaysan deyapti. Bizga kerak emas bu. O'shaning uchun delete qilib qo'yamiz. Delete this project. Ya'ni bu yerda aytibdiki, section cannot be undone. Ya'ni orqaga qaytarib bo'lmas holat, ya'ni shunaqa narsa deyapti. Orqaga qaytarib bo'lmaydi deyapti. Mana bu nomni bu yerga kiradigan narsani aytyapti. Biz nomni copy qilamizda, bunga tashlab qo'yamiz. Delete qilganimizda, xo'p. Endi bu proyekt bizdan o'tib ketdi. Oxiriga tushsa, mana oxirida proyektimiz yo'q. Demak, bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.